Hürmetlik Şərq Türkistanlı qarindoshlar, Şərq Türkistan xəbər agentligining xəbərlər proqrammasida ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Tuanda tafsiliy mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Şərq Türkistan sürgünde hökuməti Xitoy hukmronligidagi atalmış federatsiya yoki avtonomiya xomxayollarga qattiq qarshi turdi. Xitoy demokratchilari tor betining 15 oktyabr kunidagi xabarda aytilishicha, Xitoyning ichkari o'lkalardagi ziyolilar uzundan buyon ko'ngil bo'ladigan va munozir qo'zg'agan masala Xitoy kelgusida ma'lum shakldagi federatsiya orqali cho'ng quruqlikdagi har qaysi millatlar o'rtasidagi munosabat va cho'ng quruqlik bilan Tayvan o'rtasidagi munosabatni bir taraf qila olamdi yo'q degandan iborat bo'lib, cho'ng quruqlik tadqiqotchilari va faoliyatchilari Tayvanning bu jihatdagi ilmiy va siyosiy chambarkining ko'z qarashi shundoqla tafakkuri haqida intayin oz narsalardan xabardor ekan. Yaqında Tayvan Dongwu Universiteti Siyasi Fanlar Fakultetining professori, Tayvan Kishilik huquq jurnalining qo'rg'uvchi bosh muharriri Huang Mo yana bir qatam maqola e'lon qilib, Xitoy Federatsiyasi qurishni o'tirg'a qo'ygan bo'lib, Xitoy Demokratiya Fasllik jurnalining bosh muharriri Wang Tianjingning bu talabni nemishqa ilgari suradiganligi, Xitoy Federatsiyasining qanday qurilma ekanligi, Amerika Federatsiyasidan qanday farqlanadiganligi, qanday sharoitda qanday insho qiladiganligi, ba'zi cho'ng quruqliq akademiklarining munosabatlik masalalarga bo'lgan ko'z qarashiga qanday baho beradiganligi haqida izohat bergan. Shundaqla bu suhbat jarayonida Sharq Turkistonni buningga daxil qilgan. Sharq Turkiston surgunda hukumatı buningga qarata darhol o'zining pozitsiyasini bildirib, Sharq Turkiston surgunda hukumatı Xitoy hukmronligi ostidagi federatsiya yoki avtonomiya deb ataladigan har qanday siyosatlarni qat'iy rad qiladi. Sharq Turkiston Xitoy tajovuzchiligiga uchrab qonunsiz besib olingan mustaqil bir davlat. Avtonomiya yoki federatsiya deb ataladigan siyosatlar Xitoy imperialistlarining davlatimizni avval mustamlika qilib olish, undan xalqimizning haq-huquqlari, kimligi, kültürü, madaniyati, tarixi, tili, diniy e'tiqodini dafsanda qilish va oxirida tamoman yo'qotish uchun ishlatiladigan planlar ekanligini tarix qayta ko'rsatib berdi. Xalqimiz Xitoyning imperialistik planlariga vaqt qozondirib beradigan har qanday taklifni qat'iy rad qiladi. Sharq Turkiston xalqining davlatimizning mustaqilligini to'liq asliga keltirish pozitsiyasi har qachon aniq va maydoni mustahkamdir. Davlatimizning mustaqilligi va egilik huquq masalasi murassa qilg'ili bo'ladigan masala emas dedi. Amerika Moliya Ministrligi Amerika mablag' solg'uvchilarining Xitoyning ilg'or harbiy texnikani taraqqiy qildirishiga yordam qilishni cheklaydigan qonunni tasdiqlagan. Association Press xabar torining eng yaqinqi xabarida aytilishicha, Amerika Moliya Ministrligi Xitoy armiyasining ilg'or texnikalarda afzallikka erishishning oldini olish uchun dushanba kuni Amerikaning Xitoyga sun'iy idrok, kompyuter o'zigi va kvant hisoblash ishlariga mablag' solishni cheklash va nazorat qilish to'g'risida belgilama chiqargan. Bu qattiq qoida Prezident Jo Baydenning 2023-yil 8-oyda chiqargan ma'muriy buyruqidan kelgan. Bu buyruq Xitoy, Hong Kong va Omanni o'z ichiga olgan kodlarni yechish yoki keyingi avlod kurashchi aeroplanlarni taraqqiy qildirishga ishlatiladigan Amerika dollariga erishishni cheklashga qaratilgan. U 2 yanvardan boshlab yo'lga qo'yiladi ekan. Moliya ministri sekretarining yordamchisi Paul Rosen Amerika mablag'ini davlatlarning harbiy, axborot va tor iqtidorini taraqqiy qildirishiga ishlatishga ruxsat qilinmaydi. Mablag' solish yolg'iz pulni ko'rsatib qolmay, boshqarish yordami va yuqori ixtisosliklarni shundoqla boshqa mablag' manbalarini tepishni o'z ichiga olgan cheksiz foydani ko'rsatadi degan. Xitoyning yuqori texnikalik orzusini to'sish Washingtonda Cumhuriyetchilar partiyasi va Demokratchilar partiyasining keng qo'llashiga erishgan ostondagi masalalarning biri. Bayden mayda Xitoydan kelgan to'pliq mashinalarga og'ir tamojna beji qo'ygan. U yana Xitoylarning ilg'or kompyuter o'zigi va ularni ishlab chiqaradigan uskunalarga erishishning oldini olish uchun eksport kontrolligini yo'lga qo'ygan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Lin Jian Beijingda o'tkazilgan kundalik doklad berish yig'inida Xitoy Amerikaning Xitoyga mablag' solishiga cheklama qo'yishni kuchli ayblaydi va qat'iy qarshi turdi degan. Hong Kong shahar boshlig'i bu harakatning normal mablag' solish va savdoga buzg'unchilik qilganligini, shundaqla yer shari ta'minlash zanjiriga ziyon solganligini aytgan. Bu qoida mablag' solishni cheklashdan boshqa Amerikadagi amerikaliklar va shirkatlarning Amerika hukumatiga Amerikaning davlat bexatarligiga tahdid elib keladigan texnika va mahsulotlarga chetishliq savdo to'g'risida xabar berishni talab qiladi ekan. Xiloflik qilguvchilarga $368,136 jarimani qo'yilishi yoki cheklangan savdoning qiymatining 2 hissasiga teng jarimani qo'yilishi mumkin ekan. Moliya ministrligi yangi qoidani nazorat qilish uchun yer sharviy savdo ishxonasi ta'sis qilgan.
Xitoy katibashi Shi Jinping Amerika prezidenti Jo Baydenning Tayvanning mustaqilligi to'g'risidagi maydonini muzokara qilganda Amerikaning Tayvan haqidagi bayonlarini o'zgartirishni talab qilgan. Amerika ovozining 29 oktyabr kunidagi xabariga qaraganda, o'tgan yil noyabrda San-Fransiskoga yaqin joydagi Bayden Shi Jinping uchrashuvida Shi Jinping va uning yordamchilari Bayden va uning gruppasining Amerikaning rasmiy bayonotida tilini o'zgartirishni talab qilgan. Xitoy Amerikaning hozirgi maydonini emas, balki biz Tayvanning mustaqilligiga qarshi turamiz deyishini umid qiladi ekan. Ya'ni Amerikaning Tayvanning mustaqilligini qo'llamaydiganligi to'g'risida qisqacha tushuncha berishni talab qiladi ekan. Ikki nafar Amerika amaldori va boshqa ma'lumlarning aytishicha, Shining qo'l ostidagi kotiboshlari bir necha oydan buyon qayta iz qo'g'lab bu talabni o'ttirg'a qo'ygan. Amerika bu talabni rad qilgan. Aqsaray bayonotida Bayden Harris hukumati bizning uzundan buyon davomlashib kelayotgan bir Xitoy siyosatida izchil ching turib keldi degan. Tayvan diplomatiya ministrligi buningga baho berishni rad qilgan. Shi Jinping Tayvan mustaqilligiga qarshi turishni o'zining vazifa yutash vaqtining muhim nuqtasi qilgan. Xitoy armiyasi yaqinqi yillardan buyon orol atrofidagi faoliyatini ko'rinarli kengaytgan. Manbalarning birining aytishicha, Washington yaqinda Tayvanga yuqori saviyada ilib berilgan sinoqlar to'g'risida ma'lumot bergan. Bayden hukumatining bir yuqori darajalik amaldori Baydenning Tayvanning mustaqilligi to'g'risida so'zlashda Amerikaning o'lchamlik tuzumida ching turadiganligini aytgan. Bayden vazifa o'tagan mezgilda agar hujumga uchrasa, Amerikaning bu orolni qo'g'daydiganligini o'ttirg'a qo'ygan inkaslar Xitoy hukumatini bearam qilgan. O'tgan 5 yilda Xitoy Tayvan atrofida kundalik harbiy faoliyatlarni olib borgan. Mush ayning 5ida Beijing manevrning bir qismi sifatida portlarni qamal qilib, dengiz va quruqlikdagi nishonlarga hujum qilgan bo'lib, 153 harbiy aeroplan rekordi yaratgan. Tayvandagi rays sinash natijasidan ma'lum bo'lishicha, ko'p sondagi tayvanliklar hozirgi holatni saqlab qolishni, ya'ni yoki Xitoyga qo'shilishni yoki yangi davlat qurishni xohlamaydi ekan. 2022-yili Tashqi ishlar ministrligi Tayvanga aloqador tor betini o'zgartib, Tayvanning mustaqilligini qo'llamaslik va Beijingning Tayvanning Xitoyning bir qismi ekanligi to'g'risidagi maydonini e'tirof qilish to'g'risidagi so'zlarni chiqarib tashlagan. Keyin u orolning mustaqilligini qo'llamaslik maydonini asliga keltirgan. Kulkilik bir idea. Turlik va bir-biriga zid keladigan batnomlarga uchrab kelgan millatparvarlik jarayoni amdilikda yurtga qartib zahar ishlab chiqarayotganlik bilan qaralanmoqchi bo'lib turibdi. G'oyibona quloqqa yetgan bu batnomga beradigan javobimiz kulib qo'yish bo'ldi. Keyin tushunib yetdikki, bu batnomni millatparvarlikka, millatchilarga chaplovchilarning qalbida sezim degan narsa yo'q ekan. Agar bor degan taqdirdami, deyilayotgan gaplarning na milliy mafkuridan, na milliylikdan tug'ilmaganligi, aksicha manfaat va mansab havasidan tug'ilganligi aniq. Manfaat qo'g'lishib yurib, o'z millatini va o'zini qo'shib qurbon qilayotgan talaylgan atalmish qahramonlarni xoh tarixdan, xoh romanlardan uchratqili bo'ladi. Lekin mushtoqqa kelib biror qahramon shaxsning yoki biror qahramonlar to'pining tugal o'zining shaxsiy tushunchasini debla bu darajada botirlik qilganligini ko'rib boqmadik yoki o'qibmi boqmadik. Xo'sh, undaqda millatchilar kim? Millatchilar xalqni asoratdan, jaholatdan, safolatdan, ya'ni xorliqdan qutuldirmoqchi bo'lgan yurtdosh vatandoshlardir. Bugungi kunning vaziyatida millatchi otqini nuqul biror guruhga tava qilib qo'yish qasdida yurayotgan faylasuflarni shubhisizki asoratning, jaholatning va safolatning dushmani bo'lgan xalq bilan bir fikrda, bir g'oyada ittifoqlashlar deb aytqili bo'lmaydi. Biz bo'lsak shu yurtda tug'ilgan, shu asoratda bo'g'ilib yashayotgan barcha yurtdoshlarni o'rtaq tuyg'uda deb qaraymiz. Demisimi, Sharq Turkistonda maydonga kelgan inqiloblarning qaysi biri milliy mafkurdan tug'ilmagan? Qaysi bir inqilob milliy ozodlik shuari ostida o'ttirg'a chiqmagan? Gerçi Sharq Turkiston turk yurti bo'lolmagan bo'lsa-mu, mustaqil davlat bo'lolmagan bo'lsa-mu, hali ham bu yerda qonliq va qonsiz holda elib berilayotgan mujodalalar, kurashlar milliy masaladan kelib chiqmoqda. Shuningcha millatchilarga va ya millatparvarlik jarayoniga ochiqdan ochiq hujum qilmoqchi bo'lgan qahramonlar amaliyotda bugungi Sharq Turkiston masalasiga baynalmillatchilik, ya'ni internatsionalizm tusini berayotgan bo'ladi. Yo'qsa, yurt vatanimiz bo'libmi o'zini turk, Sharq Turkistonlik turk deb biladigan har qanday bir yurtdoshimiz bu xil qarorlarcha berilgan hukmni qabul qila olmaydi.
Ortada yüz nechinchi ata bobolardan tortib ota miroslarga varislik qilib kelayotgan, kecha kunduz ter to'kib mehnat qilib yashayotgan bir xalq turibdi. Bu xalq to'pi o'zlarini ozodlikqa erishtiradigan har qanday tuyg'uda, irodada bir-biri bilan o'rtaqdir, tilakdoshdir. Har biri bu qiyinchiliklarga va bu xo'rliqlarga qarshi zardisi qaynab turayotgan beayni millatchi nafarlardir. Bugungi kunda xalqning nazariga ilinay degan har qanday kishi oldi bilan cho'qim shu xalqning millatchi xalq ekanligiga qoyil bo'lishi, yurt vatanda bosh ko'targan milliy jarayon milliy uyg'onishga moslashishi zarur. Afsuski, ta hozirgacha millatchi degan bu nom yolg'iz biror guruhga deyilib kelmoqda. Shundaqla ushbu guruhning jimi harakatlariga dushmanlarcha baho berilib kelmoqda. Hatto bu guruh shuncha ajr qilib yurt va millat uchun foydali bo'lgan tashabbuslarni o'tirg'a qo'ysa, tap tortmasdan ularning tashabbuslarini yurt vatan uchun ziyonli qilib ko'rsatishlar bo'ldi. Har nima bo'lgandimi, millat mujodilasi shaxsiy g'arazlar tufayli mansab mujodilasiga o'zgarib ketmagaydi deb ansirab turmoqdamiz. Boshqa generallar qo'pib, chunki millatni buyuk qilgan biz bor edik degan ekan. Bizning bundoq bir ideyani qilmaganligimiz hammaga ayon. Millatchilarning yurtga qarta zar ishlab chiqarayotganligini idea qilish, amaliyotda ularga qarg'ulacha dushmanlik qilishdan boshqa ish emas. Yozgan, sizgan va so'zlaganlarimizning hech birida qulluqni yaqlab boqqan emasmiz. Chunki bizning yagona maqsadimiz millatni moddiy va ma'naviy asoratdan qutqizishdir. G'urbatchilikdan qutqizishmi shuning ichida. Milliy ongni umumlashtirish, milliy ma'rifni o'rnidan dast turg'izmoqchi bo'lish, millatni zaharlash hisoblangan bo'lsa, boshqalarning kommunistlashish tashviqotini qilishini, shaxsiy manfaat uchun har qanday narsani qurbonlik qilishdan yonmasligini nima desak bo'larkin? Burdan kun bir kishidan anglab qoldim. Siyosatchilarimizning ma'budlaridan birining aytishicha, dernek faşistlarning uvusiymiş. Halbuki bizning bilim dernekimizning majlisiga kirib baqqan har qanday yurtdosh buning bir batnom ekanligini tushunib olaydi. Bizga chaplanmoqchi bo'lgan bu tuhmatlarning hammasi yolg'on. Bilim derneki Türkmenining bosh mudiri muhtaram Muhammad Emin Bug'ra dernekning 1-yil xotira kunida aytganidek, bu dernek bilim dernekidir. Millatchilarning siyosiy muassasasi bo'lsa, Altay nashriyatidir. Navada yuqorqidek qarsiga chaplangan batnomlar milliy munavvar millatparvar ziyolilarimizning dernekda kommunistlarning xalqaro internasionalizm ideologiyasiga o'xshash boshqa millat va yoki boshqa mamlakatning propagandasini qilganligidan kelib chiqqanida edi, balkim haqliq degili bo'ladi. Ajaba millatini so'yish, milliy mavjudligini so'yish qachondan beri faşistlik bo'lib qoldi? Amaliyotda bilim dernekida so'zlanayotgan leksiyalarning asos temalari Türk tarixi, Sharq Turkiston inqilobiy tarixi, Türk tilimiz va imlosi qatorliq masalalarni cho'rdab keldi. Hech qachon dernekimizda kapitalizmning yoki sotsializmning tarixiy mavzu bahs bo'lgani yo'q. Ingliz tili yoki rus tili maqtalgan ahvollarmi yuz berib boqmadi. Navada milliy mafkurini millat orasiga yeyish, millatni zaharlash hisoblanadigan bo'lsa, amsa buni qilmay oraga siyosat urug'i chechib o'ynayli. Yilimi qaqilib so'qilganimizga qaramay bir guruh sifatida to'nilib bo'ldik. Bu yetmagan bo'lsa, tayinliq arani bulishib, yurtga yana bir necha guruhni paydo qilmaylimi? Manba Erkisi 1949-yili 22-may. Uyg'urchaga ag'dirg'uchi Burhan Muhammad. Kelar qadimgi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.